Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom sekretari Ma Shungroy 12 yanvar kuni har qaysi viloyat oblastlarning partikom sekretarlariga yig'in ichib, partiyaning asosiy qatlamga bo'lgan kontrollikni texim kuchaytirishni, Şinjanning ijtimoiy muqimligi va uzun muddatlik aminligini kuchli tashkiliy kafolat bilan ta'minlashni talab qilgan. 14 viloyat, oblast va avtonom rayonluq partikomiga bevosita qarashliq har qaysi organlarning birinchi qo'l partikom sekretarlariga chaqirilgan yig'inning qatnashuvchilar o'zlarining 2022 yili ishlagan xizmatlaridan ma'lumot bergan. Mazkur yig'inda Ma Shungroy Shi Jinpingning o'tgan yili Sharq Turkistonni ko'zdan kechirganda bergan yo'l yo'riqi, partiyaning yangi davrdagi Şinjanni bostirish strategiyasini amaliylashtirish talab qilib, asosiy qatlamni chang tutish va asos silishni Şinjanni muqimlashtirish va aminlikka erishtirishning mustahkam uli qilib, asosiy qatlam partiya tashkilotlarining umumyuzlik olg'a besishi, umumyuzlik kuchlik bo'lishi, ijtimoiy muqimlik, uzun muddatlik aminlik va go'zal Şinjan barpo qilish uchun tashkiliy kafolat bilan ta'minlashni ta'kidlagan. Ma Shungroyning asosiy qatlamda partiya qurilishini kuchaytirib, ijtimoiy muqimlikni tashkiliy kafolat bilan ta'minlashni talab qilishi, doiralarning o'tgan yildagi 24 noyabr Urumchi o't ofat keltirib chiqargan keng ko'lamlik norozilik harakatiga qaytirgan inkosi deb qaralmoqda. Urumchidagi Do'nko'rik cho'ng bozoriga yaqin joydagi Uyg'urlar o'ltirishliq binoda yuz bergan fojialik o't ofati Sharq Turkistonning ichi va sirtida Xitoy fuqarolarining yuqumi qarshi keng ko'lamlik norozilik harakatini keltirib chiqargan. Uyg'urlarning 2017 yildan beri keng ko'lamlik tutqun qilinishiga sukut qilib kelgan Xitoy jamiyatidagi bu norozilik Xitoy hukumatini cho'chitgan edi. 10 yanvar kuni Yevropa İttifaqı bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bir yo'silda birlashma xitobi imzolagan. Ular Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini eng kuchli shaklda ayblish bilan bir vaqtda Ukrainani shartsiz qo'llaydiganligini qayta ta'kidlagan. Mazkur xitobnomada Yevropa İttifaqı bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining o'rtaq bexatarlik tahdidiga qarta qandaq harakat qo'llanadiganlik to'g'risida birlikka kelgan ko'z qarashlar o'ttirib qo'yilgan. Ular ko'nsiri kuchayotgan geosiyosiy va strategiyalik raqobat, bardoshlik berish iqtidori va xalqiliq ul aslihalarni qo'g'dash, yangidan gullanayotgan texnikalar, klimat o'zgarishining ta'sir qatorliq sohalardagi hamkorlikni texnik kengaytirganligi va cho'nqurlashtirganligini bildirgan. Xitobnomada o'zlarining duch kelayotgan bexatarlik tahdid va xirslarning doirasi shundaqli ko'lamining ko'nsiri kengayotganligini bildirib, Yevropa İttifaqı va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti orasidagi uzun yillik hamkorlikni texnik yuqori pallaga ko'tarmoqchi bo'lganligini ta'kidlagan. Mazkur xitobnoma jami 14 moddadan tarkib topgan bo'lib, 5-moddasida Xitoyning ko'nsir kuchayotgan ag'durumchilik harakati va bir qator siyosiy o'yinlarning hal qilishga tegishli xirslarning biri ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazining Xitoy ishlar analizchisi Dr. Timothy Hintning bildirishicha, mazkur xitobnoma orqali Yevropa İttifaqı bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidan iborat bu ikki organ o'zlarining Rossiya va Xitoy qarta o'rtaq ko'z qarashlarini ifodalab, Yevropaning birligini ko'rsatgan. O'zlari kelayotgan yoshirin xirslar haqidagi ko'z qarashlarini o'rtoqlashgan. Rossiyaga qarta nihoyat qattiq so'zlar bilan aniq pozitsiyasini ifodalab, Yevropa İttifaqı bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti orasida imzolangan bu xitobnomadagi eng muhim nuqtaning ular orasidagi harbiy va iqtisodiy munosabatni kuchaytirish ekanligini ta'kidlagan. Turkmeniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov 6 yanvar Beyjingda ziyoratda bo'lib, Shi Jinping bilan ikki davlat hamkorligini kuchaytirish haqida kelishim tuzgan. Xitoyning Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, bu ikki davlat hamkorligidagi zo'r yangilik bo'lib, Turkmeniston-Xitoy munosabatlari strategiyalik sheriklik munosabatidan umumyuzlik strategiyalik sheriklik munosabat darajasiga ko'tarilgan ekan. İki davlat raislari birlashib matbuot bayonot e'lon qilib, bundan keyin ikki davlatning har qaysi sohalardagi har taraflama hamkorliklarining texnik kuchaytirilganligini, bo'libmi xalqaroliq va rayon xarakterlik masalalarda o'rtaq qarashda bo'lganligini, Tayvan mustaqilligiga o'rtaq qarash turish va uch xil kuchga birlikda qattiq zarba berish ta'kidlangan ekan. Xitoy 1991-yili Turkmanistonning mustaqilligini e'tirof qilgan bo'lib, 2013-yili strategiyalik sheriklik to'xtamnomasi tuzgan. Bu qitim Turkmenistonning yangi prezidenti taxtga chiqib Beyjingni ziyorat qilganda bu munosabatning darajasi ko'tarilgan hamda yana qaytadan atalmish uch xil kuchga birlikda qarash turish ta'kidlangan.
Türkmen mutaxassislarining aytishicha, Turkmaniston Turkiy Cumhuriyetlar ichida Uyg'ur masalasini eng oz biladigan davlat ekanligini, Turkmenlarning Uyg'urlardan faqat xabari yo'qligini, Xitoyning Turkmaniston uchun zo'r xavf ekanligini, Sharq Turkistonning Turk dunyosining Falastin ekanligini, bu masalaga ko'ngil bo'lish kerakligini, O'rta Osiyo Turkiy Cumhuriyetlaridagi ziyolilar Xitoyning zo'r xavf ekanligini tonib yetayotganligini, Turkmenlarning asta-asta tonib yetadiganligini bildirgan. Misrning Luxor shahrida 3500 yillik tarixga ega bir fir'avnning qabri topilgan. Misr Sayohat va qadimiy yodgorliklar ministrligining yozma bayonotida qadimiy yodgorliklar Oliy kengashi va Kembrij universiteti zamonaviy davlat tadqiqot organi bilan hamkorlashib qurilgan Misr Angliya birlashma atritining Luxor shahridagi qizib tekshirish jarayonida ilgari hech bilinmagan bir fir'avnning qabrisini topganligi e'lon qilingan. Bayqalgan qabrning birinchi Tutmos davridagi xon jamoati malikallari yoki shahzodalardan biriga tava bo'lishi mumkinligi uqtirilgan. Qezivilingan qabrning qadimgi davrlarda yuz bergan kelkun sababidan nihoyat nachar holat ekanligi bildirilgan. Firavn 1-Tutmos qadimiy Misrning 18-xonadonligi davrida hukmronlik qilgan. Rangdor farfor qachilarni ishlatganda diqqat qilish kerak. Ko'zni qamashtiradigan rangdor farfor qachilar tamoq yeguvchilarga bir xil huzur ato qilgandek tuyuladi. Ammo nurg'un kishilar ularning yoshurun xiyim xatarini bilmaydi. Mayli farfor qachilar yoki sapal qachilar berilgan yuqori temperaturalik ranglik sir yoki tuvan temperaturalik ranglik sirlar bo'lsin, ularga ishiltilgan xam ashyolarning hammasi bir qism zaharlik ig'ir metallar va ularning boshqa ximiyalik birikimlaridan ishlanadi. Masalan, 9 xil ranglik sirlarning ko'pinchisida kadmiyning ximiyalik birikimlari bo'ladi. Oq seriq sirlarda qo'g'ishun oksid, yeshil ranglik sirlarda xrom oksid bo'ladi. Bu xil qachilarga meva sharbati, ochiq suv qatorliq ojiz kislotalik yemekliklar ilinsa, sir bilan sizilgan gullardagi zaharlik ig'ir metallar eriydi. Ham yemekliklar bilan birga badanga kirib odamni zaharlaydi. Hatto asti xarakterlik zaharlanishni keltirib chiqardi. Kadmiydan zaharlanganda o'pka va so'ngak zaxmlandi. Qo'g'ishundan zaharlanganda qon ozliq, nerv ojizlashish, yilikning ko'payish cheklimiga uchrashda kasallar paydo bo'ladi. Shunga rangdor farfor va rangdor sapal qachilarni ishlatmaslik, bo'libmi ichki devoriga rangli sirlar bilan gul chizilgan rangdor farfor va rangdor sapal qachilarni hargiz ishlatmaslik kerak.